Bugungi mavzuimiz musulmon hunarmand, musulmon usta haqida bo'ladi. Birinchidan biror bir kasb, biror bir hunar, biror bir mehnatga kirishlikdan oldin u hunarni shariatdagi hukmidan xabardor bo'lishlik kerak. Inson bolasi borki, bir hunar va kasb egasi bo'ladi. Insoniyat mana shu kasb va hunar egalariga endi usta deb aytamiz, ana shu ikkita so'zni tushunasizlar. Hunar va kasb egasi. Ya'ni insonlar mana shu hunar va kasb egasi bo'lgan ustalarga muhtoj bo'ladi. Avval musulmon ustani, musulmon kasb egasini axloqi haqida suhbat qilishlikdan avval ana shu qilinadigan kasb yoki hunar haqida suhbat qilamiz. Avvalambor bu hunar shariatda ruxsat berilganmi, yo'qmi? Shuni bilib olishlik kerak. Shunday bir kasb, shunday bir hunarlar borki, musulmon kishi bu narsalarni qilishligi mumkin emas. Gunoh, ma'siyatga sabab bo'ladigan ishlar bor, shu hunarni qilishlik musulmonga mumkin emas. Masalan, erkak kishi ayollarni sartaroshi bo'lishligi. Chunki bu kasbni qiladigan kishi ayol kishini sochini ushlaydi, badanini ushlaydi, ko'zi va qo'li zino qiladi. Musulmon erkak kishiga bunday hunar mumkin emas. Chunki payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytganlar: "Al-aynani tazni va zinahuma an-nazar va zinahuma an-nazar va liyadani tazni va zinahuma al-lamas." Ikki ko'z zino qiladi. U ikkisining zinosi qarashlik, nazar solishlik. Ikki qo'l zino qiladi. U ikkisining zinosi ushlashlik. Ayollarning sochini oladigan erkak kishi ayni mana shu ikkita gunohni doimiy suratda qiladi. Endi bu ishni qilmaslik haqida o'ylab ko'rsin. Yoki ayollarga xos bo'lgan kiyimlarni tikadigan erkak kishi. Erkak kishini tikuvchi bo'lishligi halol, ammo ayollarning kiyimini tikib, uni ustini o'lchab, kiygizib, u yog'ini to'g'rilab, bu yog'ini to'g'rilab, ko'zi tushadigan holati shariatda mumkin emas. Agar u musulmon erkak kishi tikuvchi razmerini qizi yoki ayoliga ayttirib oldirgan chog'ida ham kiyim bitgandan keyin uni kiydirish, to'g'ri kelmay qolgan joyini to'g'rilab qo'yish uchun albatta bu ayol kishining ro'parasiga keladi. Yoki odamlarga ovqat olib beradigan odam ana shu pannasining ustida harom ichimliklar ham keladimi? Musulmonga mana shu narsa ham mumkin emas. Ovqat olib berishi yaxshi narsa, lekin bu ko'tarib kelayotgan narsalar ichida aroq bo'ladigan bo'lsa, shu bir spirtli ichimliklar bo'ladigan bo'lsa, bu kishi harom amalni qilayotgan odamga xizmat qilyapti, unga ko'mak ko'rsatyapti. Demak, bu narsa ham mumkin emas. Endi aytaversak ko'p. Endi har bitta hunar egasi, har bitta kasb egasi, musulmon usta o'zini qilayotgan ishini shariatdagi hukmini avval bilib olsin. Biror ishni, hunarni tanlashlikdan oldin. Ota-onalar ham farzandlarini bir hunar kasbga berayotganda avval shar'iy hukmini bilsin. U bola muayyan falon kasbni qilganligi uchun zo'r pul topmaydi. Alloh taolo yozganligi uchun topadi u pulni. Va ayni shu aytilingan, man qilingan hunarni qilmasdan boshqa hunar qilib ham yaxshi topayotganlar bor. Biz iymon keltirganmiz, rizq Allohdan. Nima hunar qilishimizdan qat'iy nazar, halol yoki harom ish qilishimizdan qat'iy nazar shu rizq keladi. Shuni tushunib olsak, inekin kasb tanlashlikda ham inshaalloh adashmaymiz. Musulmon kishi, musulmon usta, musulmon hunarmand gunoh, ma'siyat bo'ladigan ishlarda xizmat qilmasligi kerak. Gunoh va ma'siyat bo'ladigan joylarda xizmat qilmasligi kerak. Masalan, qimorxona, aroqxona yoki mana kanisa, cherkov. Mana ko'p musulmonlar boshqa o'lkalarga borib ishlashyapti. Cherkovda ishlasa bo'ladimi degan savol berilib qoladi. U cherkovda kufr kalimasi aytilinadi. U cherkovda Alloh taoloni ushta deyshadi. Bu ishni musulmonlar qilmasligi kerak. Chunki Alloh taolo aytadi: Astagfirullah, laqad kafara allazina qalu innalloha huval masih ibn Maryam. Alloh Masih bin Maryamdir degan kimsalar aniq kofir bo'ldilar. Innahu man yushrik billahi faqad harramallohu alayhi al-jannata wa ma'wahu an-nar wa ma liz-zolimin min ansar. Albatta
kimda kim Allohga shirk keltirsa, Alloh unga jannatni harom qilur va borar joyi do'zax bo'lur. Ya'ni kufr kalimasi aytiladigan joyda mana shu kalimani aytishlikka sharoit qilishlik uchun xizmat qilishlik musulmon ustaga, musulmon hunar egasiga mumkin bo'lmagan amallar. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Ayting ey Muhammad, ey kofirlar, men sizlar ibodat qilayotgan narsalarga ibodat qilmasman. Demak, musulmon odam kasb tanlashlikda, hunar qilishlikda shariat ko'rsatmasidan chiqmasligi kerak. Bu ayollar sartaroshimi, ayollarda kiyimini tikadigan odammi, aroqxonada xizmat qiladimi, kazinodami, kanisadami, musulmon kishiga bu narsalar mumkin emas. Endi o'rni kelib qo'yganda aytib qo'yay buni ham. Tinimsiz ravishda tanishaman degan xatlarni o'qib qolasizlar televizorda. Nima shu? Nimaga tanishadi? Nima ota-onasi yo'qmi uni tanishtirib uylab qo'yadigan? Nima qilmoqchi u? Ana shu tanishaman deyotgan, nomerini jo'natayotgan o'g'il boladir, qiz boladir ota-onalari bilarmikin? Mana shu narsani efirga berib turib, shuni orqasidan pul yeyotganlarning puli qanaqa bo'ladi? Aytdik, aroq ichishlikka, qimor o'ynashlikka sabab bo'ladigan joyda ishlamoq, puli halol emas deyapti. Endi buni kichi. Biz musulmonmiz. Biz musulmonmiz. U boshqa o'lkadagi g'ayridinlar nima qilsa, u bizni qalbimiz bizga tushirish kerak emas u narsa. Nimani bo'lsa olib kelib o'zimizga tushira olmasligimiz kerak. Bizning farqimiz bor. O'sha tanishish orqasidan qancha oilalar buzilib ketayotganligini biz eshityapmiz imomlar. Gaplashib turgan o'sha hatto SMS kelgan ekan, eri o'qib qopti va hokazo. Bu telefondan bir balo bo'ldi. Yaxshilikni ishlasangiz yaxshi narsa ekan, yomonlikni ishlasangiz yomon narsa ekan. Endi agar shu ishga aloqasi bor odamlar bo'lsa, shundan xabardor bo'lib qolinglar. Demak, musulmonni bir hunar qilishlikda, bir kasb qilishlikda ixtiyor, hunar tanlashini gaplashdik. Demak, shariat ruxsat bermagan ishni qilmaslik kerak.